Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga o'tgan darsimiz mavzusi modul tamg'isi bilan berilgan kvadrat tanglarini yeshish. Endi tanglamalarda modul tamg'isi bo'lganlikdan biz 6-sinf o'tgan sonli modul degan mavzuni biroz qaytlab olaylik, undan keyin darsimizga ko'chaylik. Sonli moduli bu yerda ikki turli joyday bo'ldi. Agar modulning ichida 0 degan son bo'lsa, 0'ning moduli 0 bo'ldi. 0'dan farqlanadigan, 0'dan boshqa qandaqdir bir son bo'lsa, tamg'isi mayli ijobiy mayli salbiy bo'lsin, bu yerdan ijobiy tamg'iliq shu sonning o'zi kelib chiqadi. Ijobiy tamg'i bilan. Yana ijobiy tamg'a bo'ldi. Qanday qilsam bo'lsa, bu yerda a o'zgaruvchi. Itayliq -3 ning moduli 3. 3 sonning moduli 3. Demak, 0'ning farqlanan sondan shu sonning o'zi ijobiy tamg'a chiqadi, 0'ning faqat 0 chiqadi. Bu birinchi joyday. Ikkinchi joyday, demak, 0'ning ichida kechirsa, modulning ichida 0 soni bo'lishi mumkin, ijobiy va salbiy tamg'iliq sonlar bo'lishi mumkin. Modulning ichida qo'ylik. Endi tang modulni qanday chiqadi? 0 bo'lgan holatda 0 chiqadi. Ijobiy salbiy tamg'iliq sonlar berilsa, 0'dan farqlanadigan u chaqda ijobiy tamg'i bilan son kelib chiqdi. 0 bo'lsa 0 chiqdi, ijobiy salbiy tamg'iliq sondan faqat ijobiy son chiqdi. Agarda bizda moduldan qandaqdir bir salbiy son chiqib qolsa, o'zgaruvchi bilan bo'lsin tanglamada bir dilni bezimiz yeshimi yo'q. Sebab modulun har qachon ijobiy son chiqishi kerak yoki 0 chiqishi kerak. Salbiy son bo'lmadi, kelib chiqmaydi. Bundaqda bundaq bir misollarni qarab turaylik. Birinchi biz tanglama modul x kvadrat ilingan 5x deydi. Qo'shilgan 4 tang 4 deydi. Yana qarang. O'ng taraf turoqli son turdi. Qanday son modul 4 ga teng? Bu yerda 4 bo'lsa 4 chiqadi yoki -4 desa 4 chiqadi. Demak, +-4 ning moduli qancha chiqadi? 4 chiqadi degan so'z. Shunaqmi? Demak, bu ichidagi ifodani 4 ga tenglashtiramiz, ikkinchi qatim -4 ga tenglashtiramiz. Bu yerda ikki tal tanglik kelib chiqadi. X kvadrat ilingan 5x qo'shilgan 4 tang 4. İkinci joyda x kvadrat ilingan 5x qo'shilgan 4 tang -4 deb mana ikki tanglim chiqdi. Bu ikki tanglim o'zaro yeshaylik. X kvadrat ilingan 5x plus 4. 4 ni sol tarafga o'tkazsak -4 bo'ldi, tang 0 bo'ldi. Yig'ishsak x kvadrat ilingan 5x tang 0 bo'lib qoldi. Plus 4 ve -4 0'a qisqaradi. Bu yerni x'i transferda chiqarsa, x ilingan 5 qoldi, tang 0'ga. Ayrim tang kelib chiqadi. X tang 0 yoki x -5 tang 0. Bu yerda x tang 5 ga. Endi ikkinchi tanglamada x kvadrat -5x plus 4 -4 ni sol tarafga o'tkazsak qancha bo'ldi? Plus 4 bo'ldi, tang 0'ga. Yig'ishtiralik x kvadrat ilingan 5x qo'shilgan 8 tang 0'ga. Diskriminant topaylik. 25 ilingan 4 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 8 tang 25 ilingan 32. Diskriminant bilan qancha chiqadi? -7. Diskriminant salbiy son chiqsa, demak bir dilni bezimiz yeshimi yo'q. X taqliq bo'sh esa. Demak bizning javoblarimiz faqat 0 va 5 sonlari. Shunday javobi bu tamomiki 0 ve 5. Kelisi bundaq misol qarashtiraylik. Modul ichida x kvadrat ilingan 5x qo'shilgan 4 tang 0 ga deydi. Endi 0 chiqdi qarang. Endi o'ylaymiz. Qanday soni modul 0 ga teng? Bir yolg'izli javob bor. 0 bo'lsa 0 soni moduli 0 ga teng. Demak, bizda ichidagi ifodamizni faqat qanchaga tenglashtiramiz? 0 ga tenglashtiramiz. X kvadrat ilingan 5x qo'shilgan 4 tangga 0 ga. Diskriminant topaylik.
25 elinğen 4 köpetligen 4 teң 25 me 4 4 16 25 16 alsam 9 x birinci tomurum 5 elinğen 3 bölügen 2 teң 1'ge x ikinci tomum eğiz tapay 5 küçünü korsam 8 8'in 2'yi böletsem 4 demek cevabı 1 ve 4 salary. Şunda qılan muştaq təڭin belirsin deyli. X kvadrat elinğen 5 x koşulğan 4 teң minus 7 deyen bir sanla belirsin deyli. Yani oyumuz qandaq sanı modul minus 7. Ondaq san yok. Bizde modulun ya icabi san çıkış gerek ya 0 çıkış gerek. Salbiy san qo'ygan chiqmaydi. Bir dilni bezimiz yeshimi yo'q. Tomiri yo'q desak bo'ldi. Mana shundan mo'ysamiz mustaq oyoqlashdi. Kelesida bizda bundaq tam bersin. X kvadrat ilg'an 4x ilg'an 4 bu ifodamiz modul ichida qo'shilgan 4 teng 2x qa deydi. Bu ta'lim qanday ishimiz? Endi plus 4 ni o'ng tarafga o'tkazaylik. Demak modul x kvadrat elinğen 4x elinğen 4 bu modulun içinde kaldı. Teң o'ng tarafın buldu 2x elinğen 4 buldu. Endi qaraylik. O'ng tarafda turaqlı san deb aytolmaymiz. Bu yerda o'zgaruvchi bor. Bizda 5 dedik ya, moduldan ya 0 chiqdi ya ijobiy san chiqdi. Salbiy san chiqmaydi, durustmi? Demak biz o'ng tarafga o'zimiz shart qo'yamiz. Qanday shart qo'yamiz? Bu 2x elinğen 4 sanımız ya ijobiy san bo'lishi kerak. Ijobiy degan so'zlarimiz mana cho'ng 0 deb yozamiz. Ya 0 ga teng bo'lishi kerak, demak mana teng 0. Bu tengsizlik ishmi? Bu 6-cı sınıf tengsizligi 2x cho'ng 2 teng minus 4 o'ng taraf o'tkazimiz 4 bo'ldi. X cho'ng 2 teng 2 bo'lamiz. Demek x'imiz 2 teng bo'lsa, bu ifodamiz ma'nosi 0 bo'ldi. Yoki 2 dan cho'ngroq san bo'lsa, bu yerning qanday san chiqadi? Ijobiy san chiqadi. Demek x ni qanotlantirgan sonlar 2 va 2 ni cho'ng sonlar bo'lishi kerak. Endi modul aniqlamiz bo'yicha ichidagi sonning tamg'isi salbiy bo'lishi mumkin, ijobiy bo'lishi mumkin, yoki 0 bo'lishi mumkin. Demek birinchi ijobiy tamg'ini olay. Demek bu mana yozamiz. X kvadrat elinğen 4x elinğen 4 teng 2x elinğen 4 ga deymiz. Birinchi жағдайda. Ikkinchi жағдайda-chi mush ifodani qarama-qarshi tamg'i bilan olma. Minus x kvadrat minus 4x bo'lsa plus 4x minus 4 bo'lsa plus 4 o'ng taraf o'sib chiqadi, qarang. O'ng taraf hech qanday o'zgarmadi. Faqat modulning ichidagi tamg'ilar orqali qarama-qarshi o'zgardi. Birinchi жағдайda o'sib bo'ldi, ikkinchi жағдайda qarama-qarshi o'zgartimiz. O'ng taraf o'sib ko'chiramiz. 2x elinğen 4. Her ikkili ta'limni nima qilamiz? Eshimiz. Ketdik. X kvadrat elinğen 4x elinğen 4 elinğen 2x qo'shilgan 4 teng 0 ga. Yig'ishtiraylik. X kvadrat minus 4x minus 2x minus 6x minus 4 plus 4 0 qisqaradi teng 0 ga. X ni sirtqa chiqarsak x elinğen 6 qoldi teng 0 ga. Bu yerda ikki ta'lim kelib chiqdi. X teng 0 ga yoki x elinğen 6 teng 0 ga. X teng 6 ga. Endi ikki tal tomir chiqdi bizda. Endi kelesi ta'limni ishib ko'raylik. Minus x kvadrat qo'shilgan 4x qo'shilgan 4. Bu o'ng tarafdan solga o'tkazaylik. Shu chaqda 2x'imiz minus 2x plus 4 teng 0 bo'ldi. Yig'ishtiraylik. Minus x kvadrat qo'shilgan 4x minus 2x plus 2x plus 4 plus 4 plus 8 teng 0 bo'ldi. Minus 1 ko'paytiraylik. X kvadrat minus 2x minus 8 teng 0 bo'ldi. Diskrement topaylik. 2'nin kvadrati 4, elinğen 4 köpeytilgen 1 köpeytilgen bu minus 8 sanıga. Teng bet 36 kelib chiqdi. X birinchi tomirimiz minus 2 bo'lsa demak 2 elinğen 6 bölüngen 2 deb yozamiz. Teng bet minus 2 x ikinci tomirimiz qancha chiqdi bizda? 2 ga 6 ni qo'shsak 8, 8 2 bo'lsak 4. Endi bizda tomirlar soni qancha bo'lib ketdi? 4 tal bo'ldi. 0 6 4 minus 2. Bizim bir şeylik şartımız qandaqdır? Bu şart isimizni ketkizmaylik. Bu bizning şartimiz x cho'ng 2 dan 2 bo'lishi kerak. Ya 2 teng sala tomir bo'la oladi yoki 2 dan cho'ng sala tomir bo'la oladi. 0
2'ge teң emas, çoğ emas. Demek bu 0 tomiri bolamaydı. X dep biz koyayık. 6 sani 2'den çoğ. Demek bu tomir bolalaydı. 4 sani 2'den çoğ tomir bolalaydı. Minus 2 sani 2'den çoğ emas, teң emas. Bu tomir bolamaydı. Demek cevabı 6 ve 4. Kelesi bizga mundaq təmin berusundayli. X kvadrat elgan 4 modul içinde x qo'shilgan 3 teң 0 degan təmin berusundayli. Bunda жағдайды qana qılmız. Qaranglar. Modul x bilan x o'zaro o'xshash. Bir-birisi yaqini o'xshashligi bo'yicha. Shu sababdan bu yerda modul x ni t deb bir yangi o'zgaruvchi kirgizay. Yangi o'zgaruvchi kirgizamiz, durustmi? Endi sizlar bilsa modulni qanaqasidan chiqadi? Ijobiy chiqadi. Ya 0 çıkıdı. Demek şart koymayız. T şu an 2 teң 0'dun. Nima uchun modul var üçün. Şuna şart koymayız. Sebep modulun çıkan san, bu T sanı ya ijobiy san bo'lacak 0'dun çoğun ya 0'lı teң san bo'lishi kerak. Yani demek modul x'imiz T bo'lsa, x kvadratimiz nima bo'ldi bu? T kvadrat bu ketadi. Elgan 4 T bo'ldi, qo'shilgan 3 teң 0. Meni nima kelib chiqdi? Kvadrat teң chiqdi. Bu kvadrat teң bir şey. Diskriminant teң 4'nin kvadrat minus 4'nin kvadrat 16. Elgan 4 köpeytilgan 1 köpeytilgan 3. 4 3 12, 16'nin 12'den alsam 4. T birinci tomurum. Minus 4 bo'lsa 4 deb yozam. 4 elgan 2 bo'lgan qancha? 2 teң. Meni kelib chiqadi qancha? 4'ten 2'ni alsak 2, 2 bo'lsak 1. T ikinci tomurumuz teң. 4'ge 2'ni qo'shimiz 6. 6'ni 2 bo'lsa qancha chiqadi? 3 kelib chiqadi. Demek menda ikkita son kelib chiqdi. Bu har ikkita son bergan shart nima qilib qanoatlanib turadi. Demek yozma. Bir sonimiz 0'dan cho'ng, durustmi? 3 sonimiz 0'dan cho'ng. Demek ikkilisi tomir bo'laydi. Bizning shartimizga loyiq keldi. Demek modul x teң 1 modul x teң 3 degan tanımlaşma. Qanday sonu modul 1'ge teң? Bu plus minus 1'nin modulu 1'ge teң. Qanday sonu modul 3'ge teң? Bu x teң plus minus 3 saldırılan modulu 3'ge teң. Demek bergen tanımın tomiri plus minus 1 plus minus 3. Kelesi muştunda perqildan buna bir tanımlaşıp göreylik. X minus 1'nin kvadratı qo'shilgan modul içinde x minus 1 deydi. Elgan 2 teң 0 deydi. Modul x minus 1 bilan x minus 1 kvadrat o'zaro o'xshashligi bo'yicha yaqin, durustmi? Demek modul ichida x minus 1 ni alınqısa bo'shash teң t deb alay. Yoki cho'ng 2 teң 0 deb shart qo'yma. Shu chog'da bu t ning kvadrati bo'ldi. Qo'shilgan t elgan 2 teң 0 bo'ldi. Bergan teңni diskriminant topaylik. Diskriminantimiz 9 chiqdi. Birinchi tomirimiz bizda 1 kelib chiqdi. Bir tomirimiz. Ikkinchi tomirimiz bizda minus 2 degan son kelib chiqdi. O'zinglar yechib olsanglar bo'ldi. Men eg'iz yechib o'tdim. 1 ve minus 2 soldir. Endi bizning beshilik shartimiz qandaqdi? 0'dan cho'ng yoki 0'ga teң. Bir sonimiz 0'dan cho'ngmi? Ha. Minus 2 sonimiz 0'dan cho'ngmi? Yo'q. 0'ga teңmi? Yo'q. Faqat bizning shartni qanoatlantirdi. Qaysi? Birinchisi berilgan buni shart nima qildi? Qanoatlantirdi. Bu minus 2 sonimiz yo'qmaydi, qanoatlantirmaydi. Nimishga? Agar t o'rniga minus 2 ni qo'ysak, minus 2 soni 0'dan cho'ng emas. 0'ga teң emas. Demek bizge faqat 1 degan son qilib qanoatlantirdi. Demek ne bezmi? Modul ichida x minus 1. Bu t o'rniga faqat qanchani qo'yalmi? 1 ni qo'yma. Teң 1 ga. Mush bergan ta'minlashma. Bu yerda ikkita ta'min chiqdi. X minus 1 ning teң 1 ga. Kelasi x minus 1 teң minus 1 ga deb yozishma. Bu yerda x teң qancha bo'ldi? 2 bo'ldi. Bu yerda x teң qancha bo'ldi? 0 bo'ldi. Shu men javobi bu yerda 0 ve 2 soldir. Kelesi biz bundaq misal. Endi modul içinde x ilan 3 o'ng tarafida bir qanaqdir bir kvadrat ta'min turdi. Bundaq жағдайда qana qilamiz? Bu ta'minni hech qanday qiyin emas. Bu ta'minni uchun biz modul ta'minni aniqlamasini bilishimiz kerak. Bu yerda qaranglar. Buna şart koymuş. X minus 3 x minus 3
cho'ng 2 teng 0'dan bo'lsa, bu demek özün tam kısmını saklap kep çıkıdı. Demek ijobiy son bo'lsa, shu ijobiy son o'zi kelib chiqadi, shunday-ku. Agar salbiy son bo'lsa, tam qismi qarama-qarshi o'zgarib chiqadi. Salbiy son ijobiy son chiqishi kerak. Demak, cho'ng 2 teng 0'dan bo'lsa, demak x minus 3 o'zi kelib chiqadi. Teng x kvadrat enlig'an 2x minus 7 tengimiz kelib chiqadi. Shunday-ku. Mana birinchi shart qo'ydik. X enlig'an 3 cho'ng 2 teng 0'dan. Demak, bu biz ya ijobiy son chiqishi kerak, ya 0 chiqishi kerak deb shart qo'ydik. U çağda mod işçilik sanının özü çıkıyor. İtalyok 5 bolsa, şu 5'ni özü hiç qanday işlem özgertmeye kelip çıkıyor. Şunda qo'y. 0 bolsa, 0 işlem özgermeli 0 kelip çıkıyor. Şunu özgertmeli modulni içip oldik. Endi bu tengni iş göreylik. Bu yerda bunu sol tarafdagilarni o'ng tarafga o'tkazaylik. Şu x kvadrat elingan 2x elingan 7 yazma minus x bo'lib kelib chiqadi. Plus minus 3'imiz plus 3 bo'lib o'tib teng 0 ga. Yig'ishtiraylik x kvadrat minus 3x minus 7 plus 3 minus 4 teng 0 bo'ldi. Diskriminant topaylik. Bu diskriminant topadan bo'lsanglar bizda 25 kelib chiqadi. X birinchi tomirimiz minus 1, x ikkinchi tomirimiz qancha kelib chiqadi? Bizda minus 4 bo'ldi. Yo'q, 4 bo'ldi ekan. 4. Mana bizda tomirlarimiz minus 1 ve 4. Endi kelesi ahvalda biz bunu açımız bunu. Endi x minus 3 küçük 0'dan dep yazımız. Yani x elingan 3 küçük 0'dan bolsa, demek bu tam kısım kılı karma karşı özgürtü. Neymiş ki 0'da küçük diyen san bu selbi san. İtalyok minus 5 bolsa, bu modullukin kaç çıkıyordu? 5 olup çıkıyor. Şunda ko. Bunun kılı tam kısım özgürtü. Demek x minus 3'ümüz tam kısım özgürtüden bolsa, şurada minus x plus 3 buldu karanlığa. O'ng taraf o'sib chiqadi. X kvadrat erilgan 2x minus 7. Yani bu sol tarafdagilarni o'ng tarafga o'tkazay. O'ng tarafdagilarni birinchi yozib olay. X kvadrat erilgan 2x erilgan 7. Minus x o'ngga o'tganda plus x bo'ldi. Plus 3'imiz minus 3 teng 0 bo'ldi. Yig'ishtiraylik. X kvadrat erilgan x bo'ldi. Minus 7 minus 3 minus 10 bo'ldi. Endi Hişeylok, diskriminantı balık. Diskriminantı benim 41 bolu. Yani x birinci tomri. Bizde hazır kelip çıkıdı. Kesirsiz sayımız. 1 elingan tomrası da 41 bölgen kaçı? 2. X ikinci tomrimiz kaç çıkıdı? 1 qo'shilgan tomrası da 41 bölgen 2. Yani qarang, bizde tomr sani kaç dal oldu? 4 dal oldu. 1, 2, 3, 4. Yani bu sal öz muştaqla qo'shunda ayırma turdi qalaydi. Bunu kompleks salla deydi. Endi beşinchi shartimiz x cho'ng minus 3 cho'ng 2 teng 0. Agar mush tengsizlik yeshidan bo'lsak, shu nima chiqib berdim? Biz x cho'ng 2 teng qancha bo'ldi? 3 dan bo'ldi, durustmi? Qarang. 3 dan 3 ga teng yoki 3 dan cho'ng son bo'lishi kerak birinchi ahvolda. Birinchi ahvoldagi ikki tomirimizning qaysi 3 dan cho'ng yoki 3 ga teng? Bizde minus 1 sanımız 3'tün çoğun 3'ten bol olmaydı o. Siz biteylik. 4 sanımız 3'tün çoğun. Bu demek birinci ahvalda şartnımlığı kanatlandırdı. Şartga layık geldi. Demek cevabı bir cevabı 4. Yani ikinci ahval şu. X minus 3 küçük 0. Bu tensizlikten yeşilden bolsak bizden kelip çıkdı. X küçük 3'tün boldu. Yani 3'tün küçük salla. Ne bu kadar tomar bol ekan. Yani qarang. Tomrasida 41, bir taxminan qancha chiqadi? 6 butun palonchi 1 degan son chiqadi. Chunki 6 ning kvadrat 36, 7 chiqdi desak, bu 49 bo'lishi kerak. 6 chiqdi desak, bu 36 bo'lishi kerak. 36 cho'ng bo'lganligidan 6 butun palonchi deb ig'izcha taxminan olsak bo'ldi. İtaliyok kerak bo'lsa 6.5 deb olsak bo'ldi. 6.5 deb olaylik. 1dan 6.5 ni olsak salbiy son chiqadi, durustmi? Selbi sanını 2'ye bölsek selbi san çıkıyor. Demek birinci tomarımız bize selbi san. İkinci tomarımız birge 6 butun palançı 2, 6 butun 5, 6 butun 4'ni qo'shaylik. Birge 6 butun 4'ni qo'shsak 7 butun 4, 7 butun 4'ni 2'ye bölsek taxminan 3 butun 7 kelib chiqadi. 3 butun 7. Endi bu selbi sanımız 3'nin kichik mi? Albatta 3'nin kichik. 3 butun 7 3'nin kichik mi? Yo'q. Demek bizning tomur bollaydigan salla bu o'ng tarafdagi birinchi tomur, sol tarafdagi ikkinchi tomur. Javobi shuning bilan
4 bir tomiri, ikkinchi tomiri 1 elg'a tomirasida 41 bo'lingan 2. Şunun bilan hurmatli do'stlar, bugungi darsimiz oyoqlashdi. Sizlarning diqqatingizga mushu hisoblarni mana ko'rsatib berishdim. Oz bo'lsa-mu qabul qilinglar, o'rganinglar. Endi sizlarga bir iltimos, kim mushu videoni oxirigacha ko'ryotdi, endi men sizlarning o'y fikringlar kerak. Mushu video sizlar uchun bir foydali bo'ldimi? Foydali bo'ldi bo'lsa, mush kommentariyga foydali bo'ldi deb yozsanglar bo'ldi. Ammo foydasiz bo'lib, yana bir narsani tushunmagan bo'lsanglar, balki mundaq qilgan bo'lsangiz videongiz texnik yaxshi bo'ladi degan bir fikrlar bo'lsa, mush kommentariyalarga yozib qo'yishlarini iltimos qilaman. Bo'pti, xo'sh, sog' salomat bo'linglar.